Sizni va bizni bolalik davrimizdan beri o'z hurmatini yo'qotmagan go'shtli pirog. Doim menyuda suv-ovqat bo'lganda yoniga nima qilishga ikkilanaman va bu pirog menga birinchidan bo'lib yordamga keladi. Xamirni tayyorlash uchun 10 daqiqa yetarli. Albatta bismillah deb elangan unimizga yumshoqroq eritilgan margarin yoki saryog'ni aralashtirib, kurushka holatiga keltirib olamiz. Qaymoq yoki smetanaga iste'mol sodasini lemon sokida o'ldirib qo'shamiz. Bu xamirimizdan soda maza kelib qolmasligiga yordam beradi. Yaxshilab mushlaymiz va shunaqa mayin bo'lgan yumshoq xamirni qorib olamiz. Nachinkasiga manda kartoshka, piyoz va qiyma, tuz va ziravorlarni me'yorlashtiramiz. Xamirni ikkiga bo'lib, bir bo'lagini list o'lchamida yoyib olamiz va tayyor nachinkamizni joylaymiz. Ikkinchi bo'lagini yoyamiz va ustiga yopib, chetlarini chiroyli qilib tugib olamiz. Va yuzlari qizarib pishishi uchun tuxum sarig'i bilan ishlov beramiz. Bugun nima tayyorlasam ekan deb ikkilanib o'tirgan paytingizda bu darhol xayolingizga kelishi aniq va meni retseptimda albatta tayyorlab ko'ringlar. Xamiri kumur, kumur og'izda eriydigan, nachinkasi esa sochli bo'lib, vaqtingizni ham ekonom qiladi. Yoqimli ishtaha.